Bunundan 59 yıl muqaddam, yani 1949 yılı sentabr ayida Şarkı Türkistan Respublikasının rahbari Ahmetcan Qasım başlıq hökumət əzaları ayrılan hadis bilan vafat boldu degan xabarlar tarqalgan edi. Ammo vaqt o'tgan sari u rahbarlar bilan birga xizmat qilgan ziyolilar va Sharq Turkiston Milliy armiyasining mas'ul xodimlari Ahmetcan Qasım başlıq rahbarlarning o'limini ayrılan hadis bilan emas, Moskvada suiqasd qilinganligi to'g'riliq o'z fikrlarini bayon qilishmoqda. Bu to'g'riliq Bishkek turg'uni Milliy armiyaning ofitseri Yoqub Hoji Aliyev o'z fikrini mundaq bayon qildi. Men Ahmetcan Qasım başlıq Sharq Turkiston Respublika rahbarlarining ayrılan hadis bilan qurbon bo'ldi degan so'ziga ishonmayman. Sababi u rahbarlarni olmadığı elib ketganda xalqimiz bu safardan xabarsiz bo'lgan. Agarda qandaqdir bir sirliq mas'uliyat bo'lmasa, nima uchun Sharq Turkiston xalqini yoshirdi? Keyin ma'lum bo'lishicha, Sovet rahbarlari ularni olmadığı keltirib, avtonomiyaga rozi bo'lishga besim ishlatgan ekan. Ahmetcan Qasım başlıq hukumat rahbarlari Moskvaga bosh aymagandan keyin Stalinning terrorlik bilan yo'q qilib etilgan. Yıllar o'tgan sari bu qotillikning siri oshkor bo'lmoqda. Ma'lumotlarga asoslanganda Sharq Turkiston Respublikasi rahbarlarining o'limi ayrılan hadis bilan bo'lmay, nihoyat maxfiy tayyorlangan Sovetlar ittifoqi bilan Xitoy hukumatining til biriktirish orqali aytilgan jinoiy harakat bo'lib, Sharq Turkiston Respublika rahbarlari Stalin bilan Mavzudning o'zaro kelishim bilan o'ldirilgan deb yozadi Dünya Uyghur Qurultiyining muavin raisi Qahramon Xo'jambardiyev o'zining yaqinda nashrdan chiqqan rus tilidagi Uyg'urlar degan kitobida. U yana so'zini davom qilib, biz endi bu fojianing xronologiyalik taraqqiyotini nazar solaylik deydi. 1949 yılı 23 Ağustos günü ettiğen saat 6'larda Sharq Turkiston Respublikasının prezidenti Ahmetcan Qasım'ı, hükümet azaları Abdukerim Abbas, İshaqbek Munonov, Delixan Sugurbayev, Sovet diplomati ve casusi Vasiliy Borisov ve onun qo'ldoshları qo'ljidan mashinaga o'ltirib, olib tishlarga yurib ketishgan. Sovet amaldorlari u rahbarlarga Xitoyning Bejingda ishilgan shig'iniga Sovet territoriyasi Qozog'iston, Sibir, Baykal va Manjura orqali borganlarni uqtirgan. Qo'rg'at chegarasida ularni Qozog'iston hukumat vakillari kutib olgan. Amaliyotda bu odamlar diversiya va terrorlik byurosining qat'iy maxfiy boshlig'i general Soda Pulatovga boshliq etdi. Bu to'g'riliq filologiya fanlarining nomzodi marhum Asim Bakti o'zining Xonzirlik degan kitobida mundaq deydi. Olimda bu Uyg'ur vakillari bilan uzun suhbat yurgizilgandan keyin Kreml amaldorlari ularni Xitoy davlati tarkibida avtonomligiga ko'ndirishga harakat qilgan bo'lsa-mu, Ahmetcan Qasım'ı, İshaqbek Munonov, Delixan Sugurbayevlar mustaqillikni qat'iy talab qilgan. Abdukerim Abbasov va Luvijlar boshqa fikrda bo'lgan. Olmut shahrida Sharq Turkiston Respublika rahbarlaridan natija chiqmagandan keyin markazning buyrug'i bilan bu rahbarlar vitse-konsul Vasiliy Borisovning uzatishi bilan ular Moskvaga keltirildi. Rahbarlar aeroplanining tushishi bilan qo'lga ilinib, Lubank nomli turumga tashlandi. Ko'p so'roq qiynash ishlaridan keyin 1949 yılı 27 Ağustos günü Sharq Turkiston Respublikasının rahbarları vahşilarcha o'ldirildi. Bir qancha vaqtdan keyin Rossiya gazetlariga atalmış ayrılan hadisi to'g'riliq yolg'on xabarlarni taqib Uyg'ur xalqini aldaydi. Mana bu qotillikning haqiqiy siri bo'lib hisoblandi. Bu to'g'riliq bizning ziyoratimizni qabul qilgan Sharq Turkiston Milliy armiyasining polkovniki 88 yaşlıq Hüseyin G'azaki bilan bo'lgan suhbatda u Uyg'ur rahbarlarini Sovet hukumati Moskvaga olib o'ldirganligini rostligi, biroq bu jinoyat ularning munchiga tushib, tazinish niqobi bilan gaz bilan o'ldirgan deb mundaq deydi. Hürmetli radyo anlıcılar, yukarıda bayan kılınğındek, merhum alim Asim Bakti, Sharq Turkiston hukumat rahbarlarini
Moskvada qinab o'ltirgan desa, Milliy armiya polkovniki Husayn G'azokining ko'rsatishicha ular gaz bilan o'ltirgan deb dalillaydi. Demak, hozir ochiq ma'lum bo'ldiki, bu Uyg'ur rahbarlarining o'limi aeroplan hodisi bilan emas, Moskva jallodlarining qo'li bilan o'ldirilganligi ma'lum bo'ldi. Hurmatli radio anglovchilar, 1949 yil sentabrda Sharqi Turkiston Respublikasining rahbari Ahmadjon Qosim boshliq hukumat rahbarlarining halok bo'lishining siri bilan tanishdinglar. Erkin Asiya radiosi uchun tayyorlangan Tursun Islom Sarxosh.